Siz Minecraft o'ynab o'tiribsiz. Lekin birdaniga zero qoldingiz. Shunga nima qilish kerak deysizlarmi? Menda Minecraftda top 6 ta modlar bor. Shu top 6 ta modlarni hozir men sizlarga ko'rib chiqaman. Sizlar videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va oldingizga yebichki bu narsalarni olib kelinglar. Albatta Genie modi yo'q. Eslatib o'taman bolalar, bu modlarning hammasini men Telegram kanalimdan topasizlar. Lekin просто tak Telegram kanalimdan topolmaysizlar. Nimaga просто tak Telegram kanalimdan topolmaysizlar? Chunki sizlar bu videoga 80 ta like yig'ib berishingiz kerak. Birinchi modimiz bu bolalar mana bunaqa hayvonlar tepasida jonini ko'rsatib turadigan mod. Bu modda nimasi qiziqligini to'g'risi o'zim ham bilmayman, просто qo'yib yuborgan. Bolalar bu modda sizlar hammasini Telegram kanalimda topasizlar. Aytib o'tgan 80 ta like dan keyin kelishdikmi? Qanunda kelishdik? 80 ta like dan keyin hamma modlarni tashlayman. Mana bunaqa urganlardan keyin mana bunaqa jonlari, kamayib ham Короче, nechta urganlardan keyin o'lishini ham ko'rsatib beradi mana. Mana jitil tepasida joni ham turadi. Mana bolalar. Unda biz keyingi, ya'ni ikkinchi modga o'tamiz. Qani ketdik. Bolalar, mana ikkinchi modimizga ham o'tib oldik. Xo'p, ikkinchi modimiz mana bunaqa qiziq bo'lgan telefon modi. Telefon modi mana bunaqa lavani ustida turgan mikkelar. Короче, o'shandan topasizlar mana bunaqa. Bu mana hammasini tanlaysizlar. Faqat iPhone degan qolganlari telefon emas, qolganlari ablushgan bo'lsa kerak. Bolalar, sizlar mana bunaqa sigirni turishini qaranglar bolalar. Mana zarakkasi ham turibdi mana. Qaranglar bolalar. Mana bunaqa Wi-Fi not connection dot to'g'rimi bolalar? Qanaqa Wi-Fi ulaymiz sizlar? Hozir sizlarga qanaqa Wi-Fi ulash ko'rsataman. Wi-Fi ulash uchun mana bunaqa blok kerak bo'ladi sizlarga bolalar. Mana qaranglar, hozir shu masalani ko'rsataman. Mana qaranglar, mana Wi-Fi yo'q, to'g'rimi? Endi buni ustiga bitta bosasizlar, keyin telefonga bundan ochib qarasanglar, mana Wi-Fi turibdi, ko'rasizlar? Endi shunaqa любой bitta narsani ko'rsanglar, xohlasanglar Google kirib 3x qanaqa? Короче, bolalar mana shunaqa любой narsalarni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, telefonni olib qo'yamiz. Xo'p, bolalar mana ikkinchi modni ham ko'rib oldik. Qani endi biz 3-modga o'tamiz. Qani ketdi. Uchinchi modimiz bolalar mana bunaqa oynalar bo'lgan mod. O'zi Minecraft shunday ham oyna bor-ku, desanglar, oynani yanada chiroyli qilib beradigan mod. Bu bolalar oddiygina oyna bo'lmaydi, chiroylikgina oyna bo'ladi. Mana ko'rasizlar, oldingi oynadan ancha farq qiladi. Xo'p, bolalar 3-mod uncha uzun bo'lmaydi. Qanday biz 4-modga sakrab o'tib ketamiz. Bolalar, mana 4-modga ham o'tib oldik. O'zi ham yorug'lik tezligida hamma modlarni ko'rib chiqamiz. Sizlar bunaqa yorug'lik tezligida videolarni ko'rgandan ko'ra videoga shunaqana like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. 4-modimiz xullas любой bitta blokdan golem qurish. Xo'p, qaranglar bolalar. Mana bunaqa qurib olasizlar. Eng muhimi mana bunaqa kalla, mana qova kalla. Shu mashina ustiga qo'yasizlar hammasini. Любой bitta blok ustiga qo'ysanglar mana bunaqa katta golem paydo bo'ladi. Lekin bolalar qaranglar. Mana bunaqa taxtadan golem qurayotgan paytda mana golem qurilmadi, ko'rasizlar? Mana golem qurib bo'lmayapti. Mana qo'yib bo'lmadi. Ko'rdinglarmi, nima qurilmadi desanglar? Chunki blok mana bunaqa kitobdan qarasanglar, faqat mana shu bloklardan qurish mumkinligini ko'rsatib qo'ygan. Mana shu faqat mana shu ko'rsatilgan bloklardan golemni qurish mumkin. O'zingizlar xohlagan bloklardan qura olmaysizlar, faqat mana shu ko'rsatilgan bloklardan qurasizlar. Ishonmasanglar hozir ko'rsam, mana TNT golem bor ekan. Qiziq bo'ldi menga shu. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib beraman bolalar. TNT golemni. Mana bolalar qaranglar. Mana TNT ni qo'ydim. Dinamitni. Mana ustiga mana kallani qo'yishingiz kerak. Eshilarni chiqarib qo'ymanglar. Oddiy qova kalla qo'ysanglar o'xshamaydi. Mana shu dinamitni qo'yasizlar. Dinamit nima, galemni. Mana shu qova kallani qo'ysanglar quriladi o'zi mana. Ko'rdinglarmi? Mana shunaqa mod bu, короче, mana shu ko'rsatilgan bloklardan qurasizlar. Xo'p, bolalar 4-modda ham ko'rsatib chiqdik. Qanday endi biz 5-modga o'tamiz. Bolalar, mana 5-modga ham kelib oldik. 5-modda nima o'zgardi desanglar, mana karta modi ko'rasizlar. Mana karta. Bolalar, bu kartani hozirga qulay joylarni, qulay narsalarni ko'rsatib chiqaman. Mana kartada sariq nuqtalar ko'rayotgan bo'lsangiz, bu sizlarga temini ham mobili bo'ladi. Mana misol uchun qo'ysizlarga temini, to'g'rimi? Lekin qizil nuqtalar ko'rsatib qo'yganlar mana bunaqa sizlarga tashlanadigan mobili bo'ladi bolalar. O'zi ham ana misol uchun kuchini vijvanada ursanglar sizlarga tashlanadi-yu. O'shaning uchun qizil qilib qo'ygan buni. Bolalar, mana 5-modda ham ko'rsatib chiqdim. Endi eng oxirgi modni ko'rsataman. Bolalar, mana eng oxirgi modga ham kelib oldik. Nimaga orqamda devor turibdi deysizlarmi? Hozir sizlarga nimaga devor turganini ko'rsatib beraman. Bolalar, qaranglar. Короче, mana bu joyga o'tasizlar.
O'tgan yildan keyin mana bunaqa narsa turadi ikkita, mana. Brush degani bilan mana stamp, mana короче shuni olasizlar bo'ldi. Keyin mana brushda devorga xullas любой narsalarni chizsanglar bo'ladi bo'ldi. Qaranglar, bu katta varianti, chunki bu 32 dema 16 bo'ldi. Qaranglar. Mana bu yerdan 32 qilib olsanglar, sal anaqalar kattalashadi, ko'rasizlar mana. Mana bunga qaraganda sal kattalashdi, kichrayishdi. Bunga ko'proq narsalar yozsanglar bo'ladi, bo'ldi. Mana shunaqa qilib eng kichkinasi ham bor. Mana bunaqa 120 ga 120 bu вообще yozig'ida почти ko'rinmaydi ham degani. Mana bunaqa sal ko'rinmaydigan ranglar qilmasanglar вообще ko'rinmaydi yozig'inglar. Ana qaranglar bo'ldi. Mana bo'ldi yozig'inglar почти вообще ko'rinmaydi. Ana qizil bo'lganicha ko'rinyapti sal-pal. Bo'ldi, короче, men sistem nimaligini вообще tushunganim yo'q. Любой narsa qilib ko'rib bosib ko'rdim ustiga, mana buni yozuvlarni ham ustiga bosib ko'rdim. Nimaligini вообще tushunmadim bo'ldi. Короче, bo'ldi, video o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga mana 6 ta modlarni hammasini ko'rsatib chiqdim bo'ldi. Bo'ldi, videoning oxirida bitta gapim bor sizlarga. Bu gapni eshitgan olasizlar, kanalga obuna bo'lib va videoga like bosib qo'yinglar. Qimillagan kal. Hi. Endi sizlar meni ko'rsanlar, reklamani ko'rishga majbursizlar, yo'qmasam qimillasanglar kal bo'lasizlar, to'g'rimi? Короче, bo'ldi, sizlarga Heko Minecraft kanalini tavsiya qilib qolaman. Bu kanalda mendan qiziqarli videolar chiqarkan. Butunkaning ichida vijivaniya -40 gradusda vijivaniya va короче, вообще zo'r vijivaniyalar videolar bor ekan. Bo'ldi, sizlarga tavsiya qilib qolaman. Menga ham o'zlari videolar вообще yoqdi. Mana kanallarga obuna bo'lib qo'ydim. Вообще zo'r kanal ekan. To'g'risini aytaman, menga rosa yoqdi, videolarga rosa qiziqdim. Bo'ldi, qaranglar, nima qilamiz? Hozir tezda videodan chiqib, videoning opsiyasiga kirib, Heko Minecraft YouTube kanali silkasini topib turib, любой bitta videolarga tezlik bilan kirib, Rayzon obunachilari eng zo'r deb yozinglar. Qani ko'ramiz, kim eng birinchi deb yozar ekan, ko'ramiz. Короче, bo'ldi, mana videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Rayzo bo'ldi, bo'ldi. Telegram kanalimizga mana hamma modlarni tashlaymiz, videolarga hamma modlarni tashlaymiz, lekin aytgandek 80 ta like dan keyin, har doim aytgandek 80 ta like dan keyin 100% tashlayman bo'ldi. Agar Telegram kanalimda bo'lmasa, Telegram kanalimga ham o'tib qo'yinglar bo'ldi. Unda hammaga xayr do'stlar.